Assalomu alaykum aziz kimyogarlar. Bugun sizlar bilan molekula hosil qilishni o'rganamiz. Misol uchun suv molekulasini hosil qilsak, bitta kislorod ikkita vodoroddan tashkil topgan. Ana, suv molekulasini hosil qildik. Undan so'ng alyuminiy oksidini hosil qilsak, alyuminiy yana bitta alyuminiy va 3 ta kislorod. Mana alyuminiy oksidini hosil qildik. Xo'p, bunda biz yana chizishimiz ham mumkin. Hozir mana suvda molekulasini hosil qilsak, vodorodda mana bu vodorodda managa qo'yib turib chizishni bosadigan bo'lsak, biz chizishimiz mumkin. Ya'ni bog'larni, sigma pi bog'larni hosil qilishimiz mumkin bunda. Tozalab olamiz. Mana bu chizishni ham o'chiramiz, tozalab olamiz. Bu elementlari pastga olib tushsak yo'qolib ketadi. Sizlar ham shundan foydalansanglar bo'ladi. Zo'r dastur. Oxirida qanday dasturligini aytaman. Hozir alyuminiy oksidini hosil qilamiz. Bitta alyuminiy, yana bitta alyuminiy va 3 ta kislorod. Bitta, 2 ta, 3 ta kislorod. Endi chizishni bossak, sigma pi bog'larda chizsak bo'ladi. Mana bitta, 2 ta bog', o'zi bilan 3 ta bog' bo'ladi alyuminiyda. Bunda 2 ta oxirgi qo'li bunga bog'lanadi. Mana shunaqa qilib sizlar ham chizsanglar bo'ladi. Suvdikini ham chizib qo'ysak, chizishni o'chiramiz, tozalashni olamiz. Bo'ldi. Mana bu elementlarni yo'q ko'ramiz. Endi suvdikini chizsak, bitta kislorod, 2 ta vodorod. Chizish qilib turib, ana shunaqa qilib chizsalar bo'ladi. Bu saytning nomi Javalab sayti bo'ladi. Mana sizlarga hozir kirishni o'rgataman. Chrome brauzeriga Javalab dasturi deb yozasizlar. Birinchi chiqqan saytga bosasizlar. Atom modeliga o'tamiz. Atom modelidan keyin 4-chi chiqqani, ya'ni Makin Molecular Modelsga bosasizlar. Makin bizga chiqarib beradi. Mana bu kattalashtirib olsanglar, o'zingizlarga qulay va chiroyli bo'ladi. Bunda misol uchun metanni chizsanglar bo'ladi. 4 ta vodorod bo'ladi. 2 ta, 3 ta, 4 ta. Mana zo'r dastur bu. Bundan so'ng biz buni uzoqlashtirib turib sigma va pi bog'larini ham chizsak bo'ladi. Bunda faqat sigma bog' bo'ladi metanda. Bitta, 2 ta, 3 ta va 4 ta. Shular qilib sizlar ham bu saytdan foydalansanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.